Assalomu alaykum azizlar. Mana guruhimiz a'zolari hammamiz mana yayov yurib keldik, mashqlar qildik. Endi hozir mana hozir ozgina dam olib o'tirib, bundan foydalanib mana hojidan. Assalomu alaykum hoji, sog'lar yaxshimi? Jumadil ayyom, haji masokin muborak bo'lsin. Endi hozir bu yerdalar aytishyapti, bir hoji akamdan bir foydalanib qolaylik, bir chiroyli suhbat barg'izar deyaptilar. Bir chiroyli bir suhbatlardan hammamizga Xudo xolasa inshaalloh. Bismillah, alhamdulillah va salatu va salam ala rasulillah mabad. Assalomu alaykum hurmatli do'stlarimiz, birodarlarimiz, dindoshlarimiz. Mana bugungi ulug' bir muborakli kunlar, Sayyidil ayyom, hajjil masokin, ya'ni kunlarni a'losi, miskinlarni haji bo'lgan. Bugungi kunda duolar ijobat bo'ladigan, juda ko'p salovat aytishimiz kerak. Allohumma solli va sallim va barik alayhi. Shu salovatlarni ko'p aytsak, payg'ambar alayhissalomga aytilgan salovat, bitta salovatimiz bizga 10 ta rahmat bo'lib keladi. 10 ta aytsak 100 ta rahmat bo'lib keladi. Yana bugun shunday ulug'ki, mana imom minbarga chiqqandan boshlab to asrgadir duolar ijobat bo'ladigan vaqt bo'ladi. Mana shu vaqtda farzandlarimizni, oilalarimizni, do'st birodarlarimizni, el yurtimizni, vatanimizni, xalqimizni agar biz duo qiladigan bo'lsak, juda katta bir duoda kimi baxti, kimi hayoti, kimi ominida turibdi biz bilmaymiz. Bir kuni Maoz degan sahoba kelib aytdilarki, "Ya Rasululloh, menga bir jannatga kiradigan amalni o'rgating" dedilar. Sahobalar asli odatlari shu jannatga juda muhabbatli. Endi hammamiz ham jannatga muhabbatlimiz. Shunda Rasululloh aytdilarki, "Ko'p narsani, bir ajoyib bir savolni so'rading. Albatta men buni javobini aytaman. Shunga amal qilgin" dedilar. Birinchisi dedilar, ishingni boshida islom tursin dedilar. Bir odam bilan gaplashsang, islom tursinki, u do'stingga, birodaringga yolg'on gapirma. Yolg'on guvohlik berma, g'iybat qilma. Shu bilan birgalikda dil ozor bo'lmagan. Bir odam bilan shartnoma tuzadigan bo'lsang, va'da bersang, islom tursin, va'dangni bajar. Birovdan qarz oldingmi, vaqtida qaytargin. Payg'ambar alayhissalom shu bir hadislarni qo'shib ketaman. Birovdan qarz olib, qarzi bermasdan o'lib ketgan odam qiyomatda o'g'ri bo'lib o'rnidan turadi. Ya'ni butun umri o'g'rilik bilan shug'ullanib o'tgan odam bilan qatorida turadi. Bir xilda bo'ladiki, butun umr. Nimaga deganda o'zini birodarini haqqiga xiyonat qildi bu odam. Bu degani o'g'rilik qilganda iymon chiqib ketadi deganlar payg'ambar alayhissalom. Chunki o'g'rilik haromda. Demak, u birovni haqqini yeb qaytarib bermasdan, qarz olib bermasdan o'lib ketgan odam o'g'rilik maqomida qiyomatda butun umr o'g'rilik qilgan gunohda turadigan bo'lsa, u odamda qanaqasiga iymon bo'ladi? Demak, bu odam jannatga kira olmaydi. Demak, har bir o'rinlarda sen shunday qilginki, ishingni boshida, gapingda, so'zingda, muomalangda islom tursin. Dedilarda aytdilarki, men senga dedilar, diningni umurtqa pog'onasini aytaymi dedilar. Ya'ni insonda umurtqa pog'onasi tikka qilib turadi, agar sinsa Xudo saqlasin odam yura olmaydi. Xuddi shungari dinda ham umurtqa pog'onasi bor ekan. Ayting deganlarida, diningni umurtqa pog'onasi namozing dedilar. Namozni o'qigan, aqlinga namoz o'qishlikni buyurgin dedilar. Namoz o'qigan odam nihoyat darajada shu jamiyatiga, diniga, aqidasiga muvofiq odam bo'ladi. Birovni aldamaydi, yolg'on gapirmaydi. Chunki o'qigan namozini qabul bo'lmay qolishidan qo'rqadi dedilar. Deb turib, dinini eng yuqori cho'qqisini aytaymi, dedilar, ayting deganlarida, o'zingni nafsingga qarshi turgin dedilar. Nafsing bilan kurashgin dedilar. Shuning uchun nafs bilan kurashlikni payg'ambar alayhissalom nimaga ko'p aytganlar deyilsa, shayton nafs bilan birgalikda gunohlarni bezab ko'rsatib qo'yganligidan odamlar g'iybatda o'ziga halol devoryapti. Bugun g'iybat qilayotgan odamni bunday qarasangiz, o'ziga o'zi fatvo chiqaryaptiki, endi men nimasini bo'lgan voqeani aytyapman deyapti. Payg'ambar alayhissalom bir odamni bor aybini gapirishlik g'iybat,
yo'q ayibni qo'shib gapirishlik tuhmat deganlar. Ana Rasululloh aytayaptilarki, nafsing bilan jihod qilgin, nafsing bilan kurashginki, nafsing shaytonni gapiga kiradi. Shaytonni bu sherigi bir gunohlarni bezab, ziynatlab senga halol ko'rsatib qo'ymasin. Deb turib, ey Maoz dedilar. Qarang. Payg'ambar alayhisalom, ey Maoz, labbayka sadaka ya Rasululloh deganlarida senga yaxshiliklar eshigini ko'rsatib qo'yaymi dedilar. Eshiklarini dedilar. Yaxshiliklar eshiklarini ko'rsatib qo'yaymi deganlarida, ko'rsating ya Rasululloh deganlarida, payg'ambar alayhisalom muborak tillariga qo'llarini olib borib, tilingni saqlagin dedilar. Ya Rasululloh, shu tilimiz bilan gapirgan gapga javob beramizmi deganlarida, arablarda bitta maqol bor, bizda boyover deymiz-ku, shuni singari onang seni yo'qotib qo'yib, onang yig'lab yursin ey Maoz. Qiyomat kuniga borganda juda ko'p odamlarni jahannamga burni bilan sudralib jahannamga tushadiganlarning ko'pi tillarini saqlanmaganlardir degan ekanlar. Tillarini mahsulidir deganlar. Shuning uchun hozir bugungi kunda juda ehtiyot bo'lish kerakki, til asosan tilimiz. Iymonimizni ham butun qiladigan til, iymonni parchalab yuboradigan ham til, ibodatimizni mukammal ushlaydigan ham til, ibodatni yo'q qilib yuboradigan ham mana shu tilimiz. Duo qilamiz Parvardigor. Amin. Bu yig'in, bu o'tirishlarimizda mana yoshi kattalar, ulug'larimiz, mana Tohirjon aka, G'anjon akam, Alloh rozi bo'lsin, bu kishidan sog' bo'lsinlar. Mana hammamizni boshimizni birlashtirib yuribdi. Mana Odilxon do'stimiz juda ko'p chiroyli mana mashqlarni o'rgatyaptilar. O'rganyapmiz, tanijonimiz sog'ligi. Haligi tahorat qilganimizda ibodatga, ya'ni kirishganimizda bir ibodatga halol bo'lganimizdek badanimizning haqqini beryapmiz bugun. Badanimizning haqqi nima deganda faollik degani. Alloh taolo mana shu faollik bilan salomat yurishlikdi. Alloh nasib qilsin, O'zbekistonimizni, yurtimizni, vatanimizni Alloh tinch qilsin. Davlatimiz rahbari, prezidentimizni Alloh salomat qilsin. Bugungi kunda butun masjidlarda amr ma'ruf qilayotgan imomlarimiz, Alloh ularni salomat qilsin. Borib iqtido qilib juma namozini o'qir ekanmiz. Parvardigor hammalarimizni ibodatlarimizni o'qigan namozlarimizni qabul qilib juda ko'p yillarga mana shu Marg'ilonda, bog'imizda juda ham bir go'zal faol bo'lib yurishlikni Alloh hammamizga nasib qilsin. Bundan endi hozir mazasi yo'q, duo qilaylik. Alloh taolo jumla mo'minlarga shifoi komillar bergin Parvardigor. Amin. Xususan G'anjon akamizni nabiralarini dardiga shifo bersin. Tez kunlarda sog'ayib, sog' omon bo'lib yana opoqalarni yonlarida yurmoqlikni nasib ro'zaylagan Parvardigor. Sani bir sifating shifo. Shifokorlarni eng zo'ri o'zingsan Parvardigor, o'zing shifo bergin. Qolgan mana shifokorlarni sababchi qilgin. Alloh. Mana o'sha duolar ijobat bo'ladigan soniyada turibmiz. Alloh shifo bersin. Mana bugungi suhbatdan ko'rinib turibdiki, lahm go'shti ehtiyot qilinglar deyilganda, bu lahm go'sht o'sha tilimiz ekanda. Mana bir gavdali bir odam bir ojiz bir odamdan tili qisiqda nimaga? U tili bilan bir gapni aytib qo'ygan. Shuning uchun bugungi suhbatdan juda ham katta bir ma'naviy oziqa oldik. Tilimizga ehtiyot bo'lsak, uzoqqa borar ekanmiz, hoji. Amin, amin. Sog' bo'linglar azizlar. Bugungi Jumadil ayyom haji masokin barchamizga yana qutlug' muborakli bo'lsin. Bugungi kunda mana Komiljon bilan Rustamjonni bugun tavallud kunlari ekan, guruhimiz a'zolari nomidan ularni samimiy tabriklaymiz. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Do'stligimiz, birodarligimiz abadiy bo'lsin. Amin. Sport bizni birlashtirdi. Sizlar edingiz qayda? Bizlar edik qayerda? Sog' bo'linglar.